Kanalimiz a'zolari, tovuqlar uchun temir qafasimiz tayyor bo'ldi. Obzorini ko'ramiz. Kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Qafasimiz 3 metrligi, mana ikkala tomonda ham tuxumlash xonalarini o'rnatganmiz. Zakaz ko'tariladi qafasimizni. Razmerlari 3 metr, eniga 1.10 sm o'z ichiga oladi. O'rtasidan bo'lingan ikki eshikka ajratganmiz. Qafasimizni ranglari gold, ya'ni stalnoy ko'rinishga ega bo'lgan. Tomlari esa mokraspan ko'rinishga ega. Taglari paddo. Bu qafasimiz 30 ta tovuq bemalol ichida yuraveradi. 15 tadan ikkala tomoniga solib parvarish qilsa bo'ladi. Oxirgi idishlari hammalari splashnoy uzun keng holatda bo'lgan. Setkalarga keladigan bo'lsak, ikki ko'z qalin setkalardan tortganmiz. Eshiklari profil bo'lgan. Qolaversa ikkala tomoniga ham tuxumxonalarini o'rnatganmiz va o'rtadan bo'lib qo'yganmiz. Ikkiga ajratib, mana bu yerdan olib tuxumini foydalanish mumkin. Bunisi esa razmerlari uzunligi 2.10, yoq tomonda mana tuxumlash xonalari bor. Yoni esa 1.10 sm o'z ichiga oladi. Ranglari esa Hammer kraskalardan foydalanganmiz. Mokraspan ko'rinishga ega. Tomlari esa zangor ko'k chirpessalardan foydalanganmiz. Tarnov siliflarini oldiga qo'yganmiz. Oxiriga suv oqib tushmaydi, ikki tomonga tarqab ketish maqsadida oldiga siliflarni joylaganmiz. Eshiklari esa chap tomoniga o'rnatganmiz. Arka ko'rinishda mana chiroyli qilib ajratilgan. Eshiklarning rangi esa chokko, ya'ni shokolad rangga sepganmiz kraskalarni. Oxirgi idishlari ham splashnoy holatda. Va bunisida ham tuxumlash xonalari mavjud, ikkiga ajratib qo'ygan. Mana bu yerdan ikki tomonga ajratib qo'yganmiz. Kimga shunday temir qafaslarimiz kerak bo'lsa, ekran ostida nomerlarimizni qoldiramiz. Shoh Samir kanaliga obuna bo'lib, bizni kuzatib boring. Rahmat, hammaga salomat bo'ling.